Hammaga salom, xayrli kech. Assalomu alaykum. O'zbekistonda уже 2:30. Xo'p, bizda tilla. Bugun faqat tillani ko'rib chiqamiz. Xo'p, ko'rishdan oldin aytib o'taman. Am, Obuna bo'ldi oxirgi haftada. Yaxshigina odam keldi, bir o'rtacha. Rahmat. Ko'proq obuna bo'lsa yaxshi va yana aytib o'taman o'sha obunachilarga a, ko'rayotganingizda sifat yaxshimi, yoqyaptimi mana shu format keyin yozinglar qaysi instrumentga qiziqasizlar, ya'ni qaysi instrumentda analiz qilib chiqaylik damashqaga. Bu любой bo'lishi mumkin. Kripto, stocks, aksiyalar, valyuta farqi yo'q, metallar deysizmi. Ularni ko'rib chiqamiz damashqaga olib. Ho'p, boshlaymiz. Bizda tilla bizda won ketyapti. Men aytib o'tganman, buni men 3200 kutyapman. 3200 ga borish kerak. O'tgan yili oktyabr oylaridan boshlangan harakat. Mana shu joygacha. Tak, endi tezroq borishi mumkin tikka, lekin mana bu joy yaxshigina bizga energiya beradi. Dinamichniy rost deyiladi mana, ya'ni dinamik o'yinchi bo'lgan deylik. Long bo'lib kelgan, mana shu urgan hosil qilyapti likvidность bor, energiya yorib o'tdi. Endi bu yerda baribir kuchi bor. Bo'lishi mumkin, bir hafta tepaga o'sishi mumkin. 200 dollarga chiqishi juda ham oson bu holatda. Ya'ni ikkinchi model bor. Bu откатный model, ya'ni mana shu joyda endi switchni analiz qilib ko'ramiz. Switchni hozir o'rgan olamiz. Bizdagi eng maksimum high, ya'ni buni ekstremum deyiladi. 3004 dollar bo'lgan. 3004 dollar hozircha bizdagi shu bor highimiz. Ya'ni mana shuni agar yorib o'tmasa, shuni ichida to'xtasa, demak, mana shu reaktivniy bo'lib qoladi va 3 kun 4 kun kerak bo'ladi bizda. Ya'ni 3 kun yoki 4 kun, misol uchun keldi, ertaga to'xtadi, ertaga tushdi, 3-chi kun unaqa keldi. Mana shunaqangi model bo'lishi mumkin. Endi agar mana shu 3 kun 4 kun ichida mana shu уровень yorib o'tmasa, 5-chi kuni agar tevaroqda bo'lsa, short kirsa bo'ladi. Short kursi bo'ladi. Bu endi откат model, ya'ni отбой model bo'ladi. Yoki keyingi masala, keyingisi faqat proboy qilib ketaversa. Proboy qilib ketaversa nima bo'ladi? Biz уровеньda o'sha highlarga to'g'rilab ketaveramiz. Bir kun yorib o'tdi, yana bir kun yorib o'tdi. Har kuni yangi high qilyapti deylik. Demak, siz yangi highni kutib borasiz. Ungacha hech qanaqangi, misol uchun, risk emas shortga. Shortga ideya yo'q degani. Agar highlarni yangilab o'tsa. Mana biz kecha highimiz bo'ldi, yaqinlashib kelyapmiz. Okey, bugun ehtimoli kam, 0, lekin highga juda yaqin keldik. Ertaga ertalab olishimiz mumkin bu highni. Bu opasniy situatsiya, bu juda ham qo'rqinchli joy. Shuning uchun shortlar umuman kerak emas. Men short ishlashni tavsiya qilmayman tillaga hozir. Agar mana 4 kun, 3 kundan keyin o'sha holat shunaqa bo'lsa va yana xuddi shunaqa qaytarilsa, ya'ni hech qanaqangi high yangilanmasa, demak, da kursi bo'ladi. Bu ham kichkina stop bilan iloji boricha va shu 1 ga 2, 1 ga 3 maksimum ovozi bo'ladi. Yoki bitta harakatda, impulsda. Tillada endi aytganimdek, targetimiz 3200. Endi men uver emasman 100% borishi uchun, lekin men mana shu narxgacha nimadir ishonyapman. Bitta o'zining sabablari bor. Insiderskiy informatsiya sir bo'lib qoladi. 3200 ga borish kerak xullas. Men shuni kutyapman tillaga. Mana bizda kecha darsliklar o'tdik. Trend liniyalar. Trend liniyamiz hozir hammasi longga tortyapti. Tak. Okey. Mana bizda ikkita уровень 2978, 3004. Mana shuni ichida ishlash tavsiya qilinmaydi. Xavfli joy.
yo уровеньdan tepada ishlaymiz, yo pastki уровеньdan pastda ishlaymiz. Shortga bo'lsa mana shundan pastga, longga bundan tepaga. Shu. Tildagi ideya shu edi. Yana ko'rishguncha boshqa ideyalarda ko'rib chiqamiz yana. Hammaga rahmat.